Qonunchilikda gender tenglik degani bu hamma maoshda, lavozimda, ijtimoiy holatda, oilada, jamiyatda, hamma sohada bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lish. Ayollarga, umuman o'zi jamiyatdagi ayollarda gender tenglikni ta'minlash uchun deylik, masalan, uni yoshgina erga berishgan, o'qimagan, ishlamagan, endi masalan bolalarni bir ikkitasini tuqqandan keyin o'zi jamiyatda o'rnini topmoqchi. O'sha jarayonda ham gender tenglik bizda ishlaydi. Ayol o'zi juda ham nozik xilqat. Uni jamiyatda o'z o'rnini topishi, jamiyatda qanaqadir muvaffaqiyatlarga erishishi, shu bilan birga oilani ham bir o'rinda olib borishini juda ko'p jismoniy, ruhiy kuch talab qiladi. Va bu ayolga yaratilgan imkoniyatlar agar yaxshi bo'lsa, demak bu ham jamiyatda, ham oilada o'z o'rnini topa oladi, o'z ustida ishlaydi, rivojlanadi va qanaqadir natijalarga erishadi. Bugungi seminarda o'z ta'minot tizimi tashkilotlarida bularda shunaqa e'tibor qaratamanki, ayollarga juda yaxshi huquqiy imkoniyatlar yaratib berilgan. Ya'ni dam olish vaqti, ish vaqti, ta'tilga chiqish huquqlari va shunga o'xshagan juda ko'p ijtimoiy huquqlardan maksimal darajada foydalanishga imkoniyatlar yaratib berilgan. Va bu soha o'zi tashqaridan qaraganda nima ish bilan shug'ullanadi deyish mumkin, lekin bu sohada qanaqa qiyinchiliklar borligi, buni hattoki erkak jinsidagilar ham qiyinchilik bilan amalga oshirayotgan bir paytda ayollar buni natijalar ko'rsatib amalga oshirish tahsinga sazovor. Bugungi seminarda shu narsaga guvoh bo'ldimki, ayollar bu tashkilotda o'z huquqini yaxshi biladi va tashkilot tomonidan, ish beruvchilar tomonidan bu maksimal darajada ta'minlab berilmoqda.